Janoza. El Ardog'dagi taniqli insonni afsuski o'z uyida o'ldirib ketishdi. Marhumning oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Janubiy Koreyada vafot etgan o'zbekistonlik Nozima Kim haqida ma'lumot berildi. Janubiy Koreyada istiqomat qilgan o'zbekistonlik Kim Nozima Akmal qizining vafoti yuzasidan tarqalayotgan turli tasdiqlanmagan xabarlar ortidan rasmiy izoh berildi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi voqea yuz bergan kundan boshlab Koreya huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Marhumaning onasi ham Koreyaga taklif etilib, tergov jarayonlari bilan bevosita tanishtirilgan. Pyeongtaek shahar politsiyasi taqdim etgan dastlabki tergov va sud-tibbiy ekspertiza xulosalariga ko'ra, marhumaning o'limida qotillik alomatlari aniqlanmagan. Chuqurlashtirilgan tekshiruv natijalari esa o'lim holati o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq ekanini ko'rsatgan. Shuningdek, dentga qon va boshqa tahlillar davomida zaharli moddalar yoki zo'ravonlik alomatlari aniqlanmagan deyiladi xabarda.